Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan, O'zbekistonning barcha viloyatidan ko'rib turganlarga, uzoq yaqinda yurgan aka-ukalarimiz bor, musofirda yurgan aka-ukalarimiz bor. Hammaga assalomu alaykum deb bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bugun ko'rsatuvimiz sal boshqacharoq bo'ladi. Chunki mana ko'rib turibsizlar, skeletimiizdan to'g'ridan-to'g'ri sizlar qidirib yurgan mashinalarni ipidan ignasigacha tushuntirib beraman. Bugungi ko'rsatuvimizda Tracker, Onyx, Cobalt, Damas, Kombi, Van haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Faqatgina ko'rsatuvimizni boshidan oxirigacha ko'rib borsanglar, hamma to'liq ma'lumotlarni bir boshidan tushuntirib o'tamiz. Birinchi bo'lib Onyx haqida to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Ya'nida Onyxlarning hamma pozitsiyalari nalichida tayyor, ertalab kelganlar, obeddan keyin haydab ketishyapti. Xohlagan rangilarda. Birinchi bo'lib mexanika korobkasidan boshlaymiz, ya'nida eng prostoy pozitsiyasidan. Buni davlat bahosi 176 million 900 ming so'mni tashkil qiladi. Buni 30% ni to'laganlarga, ya'nida rassrochkaga 0% bilan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida 58 million 500 ming so'm olib kelsanglar, oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oyga 3 million 440 ming so'mdan bankka to'lab borishlar kerak bo'ladi. Endi 12 mexanika korobkasini super pozitsiyasi bo'ladi. Bunda ikkita oldi o'rindiqida sidenka podogreflari bo'ladi. Orqalarda Tiptronic zadniy kameralari bo'ladi. Buni davlat bahosi 184 million 750 ming so'mni tashkil qiladi. Boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida sug'urta haydab ketishinglar bilan 61 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida 3 million 590 ming so'mdan bankka to'lab borishlar kerak bo'ladi. Endi ko'pchilik hozir eng ko'p sotilayotgan, ya'nida Onyx LTZ pozitsiyasi, ya'nida bu avtomat korobka bo'ladi. Faqatgina buni lyuki bo'lmaydi. Onyx LTZ'imizni davlat bahosi 199 million 899 ming so'mni tashkil qiladi. Buni hamma xarajatlari ichida haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 66 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 million 880 ming so'mdan 3 yil, ya'ni 36 oy davomida bankka to'lab borishlar kerak bo'ladi. Ya'nida Onyx LTZ avtomat, faqatgina buni lyuki bo'lmaydi. Ko'pchilik viloyatlarda aka-ukalarimiz kelishyapti. Ko'pchilik viloyatli avtosalonlarda bu LTZ pozitsiyasi yo'q, oylab kutishyapti. Bizga kelsanglar, xohlasanglar qora rangi, xohlasanglar oq rangi, umuman LTZdan muammo yo'q. Ertalab kelsanglar, obeddan keyin haydab ketasizlar. Endi Premier pozitsiyasiga o'tamiz. Ya'nida Premier pozitsiyasini davlat bahosi 221 million 640 ming so'mni tashkil qiladi. Xohlagan ranginglarda, xohlasanglar oq, xohlasanglar qora, ertalab kelganlar Index Automotorsga obeddan keyin haydab ketishadi. Xo'p, buni hamma xarajatlari ichida sug'urta haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 73 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida 4 million 300 ming so'mdan bankka to'lab borishlar kerak bo'ladi. Endi 12 eng full pozitsiyasini aytib o'tamiz, ya'nida Redline pozitsiyasi. Redline pozitsiyasini ham hamma ranglari nalichida tayyor. Oq deganlarga oq, qora deganlarga qora. Mana ko'rsatib o'ting, xohlasanglar qora, xohlasanglar oq. Ya'nida eng full pozitsiyasi buni qora diskalada bo'ladi. Eng navarotini aytib o'taman. Buni Onyx Redline'imizni davlat bahosi 230 million 624 ming so'mni tashkil qiladi. Boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida sug'urta haydab ketishinglar bilan 76 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida 4 million 485 ming so'mdan bankka to'lab borishlar kerak bo'ladi. Onyxlarni kimda kim xarid qilsa, xohlagan pozitsiylar, xohlasanglar mexanika, xohlasanglar avtomat, xohlagan pozitsiyalarni xarid qilishinglardan qat'iy nazar Index Automotors tomonidan bonuslar sizlarga beriladi. Ya'nida, mana ko'rishinglar mumkin, Evacor poliklari va mashinamizga xohlagan pozitsiyalar olishinglardan qat'iy nazar 20 litr benzin quyib beramiz. Bu bonusiga. Endi Trackerlar haqida to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Ya'nida Trackerning hamma pozitsiyalari nalichida tayyor, xohlagan ranginglarda ertalab kelganlar obedda haydab ketishyapti. Birinchi bo'lib Tracker LS pozitsiyasidan boshlaymiz.
Ya'ni-da buni davlat bahosi 220 million 951 ming so'mni tashkil qiladi. Buni ham 30% ni to'laganlarga rassrochkaga 0% bilan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Buni boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlar ichida sug'urta haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 72 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi bunga e'tibor berasizlar. 3 yil emas, bu 30 oyga beriladi. Ya'ni-da 30 oy davomida oylik to'lovi 5 million 150 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. LS paysalarni ko'pchilik qidirib yurishibdi, lekin bizani mana sklatimizda bor. Xohlaganlarga oq rangi, xohlaganlarga qora rangi LS paysasini oylab odamlar kutishyapti. Bizga kelganlar ertalab kelganda obedda haydab ketishadi LS paysasini. Ya'ni-da LS, LTZ paysasini luklari bo'lmaydi. Endi LTZ paysasini aytib o'taman. Ya'ni-da LTZ paysasini ham mana ko'rib turibsizlar. Xohlaganlarga qora rangi, xohlaganlarga mana oq ranglari sotuvda mavjud. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Buni davlat bahosi, LTZ ni davlat bahosi 244 million 108 ming so'mni tashkil qiladi. Hamma xarajatlar ichida sug'urta haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 79 million 500 ming so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 30 oy davomida 5 million 690 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da bu LTZ, faqatgina buni luklari bo'lmaydi. LS, LTZ larda luki bo'lmaydi. Endi Premier paysasini aytib o'taman. Mana men ko'rib turganinglar Premier paysasi. Buni panorama luklari bo'ladi, full paysada bo'ladi. Buni davlat bahosi Premier paysamizani, ya'ni-da Premier Plus paysamizdan davlat bahosi 272 million 656 ming so'mni tashkil qiladi. Buni ham hamma xarajatlar ichida haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 88 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 30 oy davomida rassrochkaga 0% bilan 6 million 360 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Endi Trekkerimizni eng full paysasiga o'tamiz, ya'ni-da Redline paysasi. Xohlagan ranginglarda sotuvda mavjud. Ertalab kelganlar obeddan keyin haydab ketishadi. Redline paysamizni davlat bahosi 282 million 474 ming so'mni tashkil qiladi. Hamma xarajatlar ichida haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 92 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 30 oy davomida 6 million 590 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Trekkerlarning hamma paysalariga ham bonuslarimiz bor. Xohlaganlarga LS, xohlaganlarga LTZ hamma paysasiga kimda kim Index Avtomotorsdan mashina xarid qilsa, ya'ni-da mana ko'rishinglar mumkin. Evacor poliklari va mashinangizga 95-20 litr benzin quyib beramiz. Qadrli yurtdoshlar, yangilikni zo'ri. Oldin banklar Andijonga 20% bilan bermasdi. Andijonlik aka-ukalarimizga zo'r xushxabar. Damas'ni kombisini olasizlarmi? Damas'ni passajirning odam tashiydiganini olasizlarmi? Damas'ni vanini olasizlarmi? Bemalol 20% boshlang'ich to'lov bilan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Bizda umuman viloyatda farqi yo'q. Index Avtomotorsga murojaat qilsanglar bo'ldi. 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasigacha hozir aytib o'tganim, ertalab kelganlar obedda mashinasini haydab ketishadi. Andijonlik aka-ukalarimizni Index Avtomotorsda boshlang'ich to'lov 20% bilan bemalol birlamchi avtokreditga xarid qilishinglar mumkin bo'ladi. Endi Damas'lar haqida to'liq ma'lumotlarni aytaman, har xil turidan. Birinchi bo'lib, mana ko'rib turganinglar Damas kombisi. Damas kombisini mana o'rta o'rindiqida bemalol odam tashsanglar bo'ladi. Faqatgina buni orqa o'rindiqi bo'lmaydi, yukxonaga mo'ljallangan. Damas kombi deydi buni. Buni rassrochkaga 50% ni to'laganlarga 0% bilan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Ertalab kelsanglar, obeddan keyin haydab ketasizlar kombisini. Boshlang'ich to'lovga 50% ni to'laganlarga hamma xarajatlar ichida haydab ketishinglar bilan 50 million 500 ming so'm olib kelsanglar, mashinani haydab ketasizlar. Oylik to'lovi 22 oyga, ya'ni rassrochkaga 0% bilan 2 million 191 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Endi hammada ham 50% pul yo'q, hammada ham sharoit har xil. Birlamchi avtokredit formatini aytib o'taman. Boshlang'ich to'lovga sug'urta haydab ketishinglar bilan 23 million 500 ming so'm kerak bo'ladi. Haydab ketishinglar bilan
oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida 2 million 690 ming so'mdan bankka to'lab borishlar kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha 2 million 690 ming so'm ichida bankka 15,5% bo'ladi. Ya'ni 1 yilda yopsanglar 1 yillik foizini oladi, 6 oyda yopsanglar 6 oylik foizini oladi. Bu Damas kombimiz nalichida tayyor. Ertalab kelsanglar, obeddan keyin haydab ketasizlar. Endi Damaslar haqida to'liq ma'lumot aytib o'taman. Ya'ni Damas passajirniga. Mashinalardan umuman muammo yo'q. Ertalab kelsanglar, obeddan keyin haydab ketasizlar. Buni ham Damasni ham passajirnisini 50% ni to'laganlarga, rassrochkaga 0% bilan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Hamma xarajatlar ichida haydab ketishinglar bilan 50 million 500 ming so'm olib kelsanglar, haydab ketasizlar mashinani. Oylik to'lovi 22 oy davomida rassrochkaga 0% bilan 2 million 200 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Endi hammada ham 50% pul yo'q, hammada sharoit har xil. Birlamchi avtokredit formatini aytib o'taman. Ya'ni Damas passajirni hamma xarajatlar ichida sug'urta haydab ketishinglar bilan 23 million 500 ming so'm olib kelsanglar, oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida 2 million 700 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu birlamchi avtokredit bo'ladi. 2 million 700 ming so'mni ichida bankka 15,5% bo'ladi. O'sha aytib o'tganimdek, 3 oyda yopsanglar 3 oylik foizini oladi, 6 oyda yopsanglar 6 oylik foizini oladi. Avtokreditga oldinglarmi, qancha tez yopsanglar o'zingizga shuncha yaxshi bo'ladi. Damas kombi, Damas passajirnisi, Damas vaniga bemalol ertalab kelganlar, obeddan keyin haydab ketasizlar. Endi Damas vanlar haqida to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Ya'ni Damas van, mana ko'rsatib o'ting. Ikkita oynasi temirdan bo'ladi, ya'ni bunda yuk tashaladi. Endi o'zbekchasiga ko'pchilik aytadi, Damasni gurzovoy hisoblanadi, ya'ni yuklarni tashaladi. Buni ham 50% ni to'laganlarga, rassrochkaga 0% bilan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida 49 million 200 ming so'm kerak bo'ladi. Haydab ketishinglar bilan 22 oy, ya'ni rassrochkaga 0% bilan oylik to'lovi 22 oyga 2 million 118 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni rassrochkaga 0% bilan. Endi hammada ham 20%, 50% pul yo'q. Hammada sharoit har xil. Birlamchi avtokreditga ham aytib o'taman. Hamma xarajatlari ichida haydab ketishinglar bilan Damas vanga birlamchi avtokreditga 22 million 200 kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida bankka 2 million 600 ming so'mdan to'lov qilishinglar kerak bo'ladi. Umuman olganda bemalol kelib, Damasdan muammo yo'q. Ko'pchilik laboni kutishyapti hozircha. Labolarimiz ozgina tanqis bo'lib qolgan o'rtoqlar. Xudo xohlasa labolar ham kelib qolsa, bemalol biza e'lon qilamiz, bemalol kelishinglar mumkin bo'ladi. Labo aka-ukalarimiz ko'pchilik bizadan xarid qilishgan. O'shalar aka-ukalarimiz bemalol bizani kommentariyaga yozinglar, bizadan qancha labolar chiqib ketgan, qancha Damaslar chiqib ketgan. Umuman olganda O'zbekistonning barcha viloyatiga o'rtoqlar, 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasigacha 20% dan Andijonga berilmasda, andijonlik aka-ukalarimizni ham kutib qolamiz. Damas kombi, Damas passajirni, Damas van 20% boshlang'ich to'lov bilan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi andijonlik aka-ukalarimizga. Umuman olganda ves O'zbekistonga, butun respublikaga. Endi Cobotlar haqida to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Ya'ni Cobot Midnight MCM, Cobot Style MCM. Avvalambor shu videoni shu joyiga kelib bizani ko'rib turganlarga kattakon rahmat demoqchiman. Kommentariyalarni o'qib boryapman. 99% hamma omad tilab, ishlarga rivoj tilab, xudo xolasa boraman deb yozishyapti. Hammani kommentariyasini javobsiz qoldirmayapmiz. Savollar bo'lsa javob yozyapmiz. Chunki sizlarni har bitta kommentariya belgilayotganinglar biz uchun muhim. Shu fursatdan foydalanib, O'zbekistondan kommentariya yozayotganlarga, chet davlatdan kommentariya yozayotgan, bizani qo'llab-quvvatlab turganlarga hammaga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Hammaga rahmat deb qolaman. Shu videomiz keng ommaga tarqalish uchun sizlardan bitta yordam, shu bitta laykinglarni ayamaysizlar, layk bosish tekin o'rtoqlar. Sizlarga o'xshagan, bizga o'xshagan yurtdoshlarimiz shu videoni ko'rib borish uchun, shu videomiz keng ommaga tarqalish uchun sizlarni bitta dona laykinglar kerak bo'lar ekan. Shu bitta laykinglarni ayamaysizlar.
bizani kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, bizani kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki Index Avtomotorsda hamma to'liq ma'lumotlar va yangiliklarni kuzatib borasizlar. Xo'p, Cobotlardan boshlaymiz. Birinchi bo'lib Cobot Midnight MCM paysalasidan boshlaymiz. Buni davlat bahosi 165 million 200 ming so'mligi o'rtoqlar. Har doim e'tibor berayotgan bo'lsanglar, Cobotlarni ko'rsatib o'tyapmiz. Chunki 25 bilan 26-yilgisida farq bo'ladi. O'sha har doimgidek oldi, orqa faralari o'zgartirilgan, diskalari qoraytirilgan, bokovoylari qoraytirilgan. Mana ichlarini ham ko'rsatib o'ting. Hop, ichlarini ham ko'rsatamiz hozir. Mana obshivkalarini ko'rsanglar bo'ladi. Bunda qora obshivka, torpedkalari qop-qora bo'ladi. Bunda ham sensorli monitorlar, tablolar o'zgargan, rullarda multimedia, sidenka podogreplari. Buni farqini ko'rishingiz mumkin. Sidenkalari kojinli bo'ladi. Ya'ni-da bu davlat bahosi Cobot Midnight MCM 165 million 200 ming so'mligi o'rtoqlar. Buni bitta narsani boshdan aytib qo'ying, hali Cobotlarga rasrochkalar ochilmagan. Har xil yolg'on, fake reklamalarga ishonmanglar, chunki agarda Cobot rasrochkaga ochilsa, men va'da qilaman, kanni sunni nog'ora tog'oralar bilan e'lon qilaman o'rtoqlar. Chunki har xil fake narsalarga ishonmanglar. Kimda kim Cobot olayotgan bo'lsa, faqatgina foizi bilan olishyapti. Hali Cobotlarga rasrochkalar ochilmagan o'rtoqlar. Birlamchi kreditda bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Hop, 3 yillik va 5 yillik grafikini aytib o'taman. 3 yilga hamma xarajatlari ichida boshlang'ich to'lovga sug'urta haydab ketishinglar bilan o'rtoqlar 47 million so'm kerak bo'ladi. 3 yil, ya'ni 36 oy davomida oylik to'lovi 4 million 860 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Endi ko'proq muddatga olaman degan aka-ukalarimiz bor. Oylik to'lovim arzonroq chiqsin degan aka-ukalarimizga 5 yillik grafikini aytib o'taman. Ya'ni 60 oyga hamma xarajatlari ichida sug'urta haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 49 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 million 564 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Buni ham dasturchining pagashinasi bor. 6 oyda yopsanglar 6 oylik foizini oladi bank. 1 yilda yopsanglar 1 yillik foizini oladi. Kreditga oldinglarmi, qancha tez yopsanglar o'zingizga shuncha yaxshi bo'ladi o'rtoqlar. Hop, endi Cobot Style'imizga o'tamiz. Cobot Style MCM paysasi 2026 ga 26. Hammasi mana ko'rib turganinglar, treylerlarda kecha tushgan mashinalar, qaynoq mashinalar. Cobot Style MCM'imizni mana ko'rishingiz mumkin. Buni oq diskalada bo'ladi. Ichini ko'rsatib o'taylik. Ko'pchilik ani 147 millionga adashtirib yormasin deb har videoda men ichini ko'rsatib o'tyapman, qadrli yurtdoshlar. Mana ko'rishingiz mumkin, rullarda multimediyalar bo'ladi, tablolari o'zgargan, sensorli monitorlarda sidenka podogreplari bor. Faqatgina buni farqi mana ko'rishingiz mumkin, sidenasi lattali bo'ladi. Ya'ni-da bu Cobot Style MCM davlat bahosi 156 million 100 ming so'mligi. Buni ham birlamchi avtokreditga aytib o'taman. 3 yillik va 5 yillik grafikini aytib o'taman. Ya'ni-da 3 yilga boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida 44 million so'm kerak bo'ladi. Sug'urta haydab ketishinglar bilan 44 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida 4 million 593 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Bu 3 yillik grafik o'rtoqlar. Endi ko'proq muddatga oylik to'lovim arzonroq chiqsin degan aka-ukalarimizga 5 yillik grafikini aytib o'taman. 5 yilga, ya'ni 60 oyga hamma xarajatlari ichida mashinani haydab ketishinglar bilan 46 million so'm kerak bo'ladi o'rtoqlar. Oylik to'lovi 5 yil, ya'ni 60 oyga 3 million 367 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da 1 yilda yopsanglar 1 yillik foizini oladi, 2 yilda yopsanglar 2 yilda foizini oladi. 1 oyda yopsanglar 1 oylik foizini oladi o'rtoqlar. Chunki mashinalarda dasrochniy pagashina bor. Xohlasanglar Damas olsanglar ham, Cobot olsanglar ham, hammasida dasrochniy pagashinasi bor. Kredit oldinglarmi, tezda yopishga harakat qilinglar. Bu endi ko'pchilik avto kreditchi aka-ukalarimiz bu mashinalarimizni boshlang'ich to'lovini, ya'ni dollarda, valyutada aytishyapti, sizlarni chalg'itishyapti. Men hech kimni yomonlamoqchi emasman. Karvon ko'p rizqi bo'ladi deydi-ku, hammani o'zini rizqi nasibasi bor.
Faqatgina men haqiqatda aytaman, dollarda aytib sizlarni chalg'itishyapti. Qo'lingizga kalkulyatorni olasizlar o'rtoqlar, kara-karani qilasizlar. Kimda arzon bo'lsa o'shandan olasizlar. Chunki bizani Index Avtomotorsga hamma yoni aylanib, keyin bu yoqqa kelishyapti, sizlarda arzon ekan deyishyapti. Menda arzon deb aytolmayman. Hamma yoni aylanib ko'ringlar, kimda arzon bo'lsa o'shandan mashina xarid qilinglar. Bu Somovoy avtokredit o'rtoqlar. Nomingizga YTT, yakka tadbirkorlik, firmalar, sizlardan kafil yoki ish joyidan spravkalar umuman kerak bo'lmaydi o'rtoqlar. Sizlardan bitta talab qilinadigan narsa istoriya tarix toza bitta pasport va pul boshlang'ich to'lovga pul olib kelsanglar bo'ldi. Viloyatda ham umuman farqi yo'q o'rtoqlar. Andijondan tortib Qoraqalpog'istongacha, ya'ni Voha, Vodiy, Xorazm, Qoraqalpog'iston, Toshkent viloyat jamiki 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston respublikasidan bemalol kelasizlar. Ertalab kelganlar, obeddan keyin mashinaligisini haydab ketishyapti. Cobalt Style MCM ham nalichida tayyor, xohlagan ranginglarda. Cobalt Midnight MCM ham nalichida tayyor. Yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Naqd pulga olaman deydiganlarga biza foyda qilmaymiz. Naqd pulga kelasizlar. Cobalt Style MCM davlat narxi nech pul bo'lsa, 156 million 100 ming so'mni to'laysizlar, bemalol haydab ketasizlar. Biza naqd puldan foyda ko'rmaymiz. Bitta duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Cobalt Midnight'da ham davlat bahosini to'laysizlar, ya'ni 165 million 200 ming so'm to'laysizlar davlat bahosini. Bemalol 15 minut 20 minutda mashinalarni haydab ketasizlar. Avvalambor kattakon rahmat demoqchiman hammanglarga. Mani qo'llab-quvvatlab, layklar bosib turgan aka-ukalarimizga, yaxshi tilaklarni bildirib o'tgan aka-ukalarimizga rahmat demoqchiman. Yana bir bor bizani manzilimizni sizlarga tushuntirib o'tmoqchiman. Bizani manzil Toshkent shahar Yangi Hayot tumanida joylashgan, ya'ni Toshkent Indexda joylashgan, Y30 blokida joylashgan. Ya'ni sizlar Google'danmi, navigatordanmi Index Avtomotors deb yozsanglar, mana shu eshigingizdan tegacha olib kelib qo'yadi. Hammanglarni Index Avtomotorsda kutib qolamiz deymiz. Har doimgidek videomiz oxirida bizadan xarid qilgan aka-ukalarimiz bor. Ko'pchilik yaxshi videolar tashlab berishgan. O'shalarni ko'rib borasizlar. Yana sizlar bilan keyingi shanba kuni ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Dilmurod Ikromov bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana hozir bizning YouTube kanali orqali ko'rishib turishibdi. Doda qaysi viloyatdan keldingiz? Xudo xohlasa Parkent rayon Toshkent oblatidan keldik. Uzumchilar shahri Parkentdan kelishdi. Mana Dilmurod akam bilan biz aloqada bo'lib turdik. Hozir bular naqd pulga olishyapti. Cobalt Style 26 probegga dodam naqd pulga olyaptilar. Mana pullarni olib hisob qo'yganlar. Pullar naqd pullar. Biz naqd puldan foyda ko'rmaymiz. Mana hozir dodamga ham aytaman, bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi domla. Chertib tanlab olib ketishadi. Biz naqd pulga sotamiz. Undan umuman foyda ko'rmaymiz. O'sha davlat narxini to'lab olib ketishurishadi. Bitta duo qilib qo'ysanglar bo'ldi deymiz. Doda avvalambor mashina sizga qutlug' bo'lsin. Bundan ham katta mashinalarni olganda, Xudo xolasa bizdan mashina olish nasib etsin. Dilmurod aka, vaqtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Odam masraf qilib turasizlar. Xudo xolasa, yaxshi niyatamiz. Rahmat sizlarga. Bitta duo qilib qo'yasiz. Avvalambor sizlarga rahmat, prezidentimizga rahmat, shunchalik sharoit yaratib berayotgan. Ilohomin, yurtimiz tinch bo'lsin. Mahallalarimiz obod bo'lsin. Hammani topganiga Alloh baraka bersin. Yaxshi kunlarga minishi hammaga nasib etsin. Alloh. Bu yoqda odamlarni ham ko'rsatib qo'ying mana. Hammasi. Ertalab soat 9:30 hozir. Index Avtomotorsdagi holat. Akam qo'llarini ko'tarib qo'ydilar, Mayli. Mana navbatdagi mashinalarimiz sotilishda davom etyapti. Mana akamiz Toshkent viloyatidan keldilar. Cobalt Style MCM'ni xarid qildilar. 26 0 probeg bilan. Aka, avvalambor Index Avtomotorsga xush kelibsiz yana bir bor. Mana bizani hozir YouTube kanali orqali ko'rib turishibdi aka. Bizani ko'rib turgan obunachi hamyurtlarimizga nima deysiz aka? Shu hamma tavsiya qilaman. Yolg'on narsalar yo'q ekanmi aka? Reklamada aytilgan summalar bo'lyaptimi? Ortiqcha summa so'rashmadimi aka? Hamma ishingizni bolalarimiz hal qilib berishdimi aka? Biz faqat o'tirdik, sizlar yugurdinglar. Sizlarga rahmat. Rahmat aka. Mehnatimizdan rozimisiz aka? Yaxshiligiga haydang aka. Mana akam ko'rib, tanlab, mana shu turgan mashinalarni mana ko'rishingiz mumkin. Tanlab, yuragi jiz etganini tanlab oldilar. Aka,
bundan ham katta mashina olganda bizdan mashina olish To'g'ri. nasib qilsin iloyim. Qayta kelish nasib qilsin bizlarga ham Rahmat aka, Beklarga. rahmat. Oshna og'ayni, qo'ni qo'shni olib kelaverasiz aka. Rahmat. Sog' bo'ling, yaxshi yetib oling aka. Ishinglarga rivoj. Xo'p, rahmat. Mana navbatdagi mashinalarimiz sotilishda davom etyapti. Ko'pchilik mashinasini olsa, rahmat ham xayr xush qilmasdan ketadi. Mana Buxorodan kelishgan, hozir akam videoga tushish xohlamadilar, onaxonim bilan keldilar, opam bilan Buxorodan kelishgan edi. Mana Buxoro nomerlarini taqib, hozir Index Automotorsga kelib rahmat aytgani kelishibdi. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Hamma ketaveradi ish bitgandan keyin. Onaxon, avvalambor bizning mehnatimizdan rozi bo'ldingizmi? Rozimiz. Hammasi yaxshi, hammasi joyida, hech qanaqa nima yo'q. Kamchilik yo'q. Ishlarni tez bitirib berdik. Ishlarni tez bitirdik. Minib, ana olib ketib, nomerlar ham olib, rahmat aytishga keldik. Sog' bo'ling. Avvalambor umringiz uzoq bo'lsin. Xolajon, Rahmat, xursand sizlarga bo'ldik. ham. Avvalambor Rahmat. bizga ishonib Buxorodan kelishganligi uchun ularga rahmat deb qo'ymoqchiman. Yana rahmat aytgani bizning oldimizga kelishlariga yana bir marta rahmat deyman. Rahmat. Opajon, yaxshi yetib olinglar. Yo'linglar bexatar bo'lsin. Rahmat. Bular Cobalt Midnight MCM 2026 0 probeg bilan qora rangini, xohlagan ranginglarni tanlab ko'rib oldinglar, xolajon. Rahmat. Avvalambor yaxshi yetib olinglar, xolajon. Rahmat kelganinglar uchun. Ishlaringiz ilari bo'lsin, Rahmat, sizlarning ham rahmat. ota-onalaringiz sizdan Rahmat, huzurlaringizni yetganingiz ko'rib yursin, nasib bo'lsa, Xudo Rahmat. xolasa. Hamisha omadingizni bersin. Rahmat. Bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi bizani. Ilohi amin. Ilohi Xudoyim amin. hamisha ishlaringiz ilari bo'lsin, Xudoyjonim. Hech qachon Allohim kam ko'rmasin. Ilohi Hamisha Xudoyim yaxshiliklarda, shundoq yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ilohi. Shundoq hammaning Xudoyim nimasini chiqarib, hamisha Xudoyim shundoq martabalaringiz ulug' bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Bundan ham ziyoda bo'lsin Allohu ishlaringiz. akbar. Xudoyim qo'llasin. Avvalambor kelib rahmat aytgani kelganinglar uchun bash xursand bo'lib ketdim. Rahmat. Yana olamiz nasib Xudo bo'lsa. xohlasa.